eshitdingiz? Hello, assalomu alaykum. Cheaterlar hamma o'yinda bor, hattoki PUBG'da ham. Ular o'zi kim? Hakkermi yoki bot? Hammaga hello PUBG xizmatlari. Mana bugun sizlarga o'yindagi cheaterlarni ko'pchilik bilmagan sirlarni o'rgatmoqchiman. Ko'pchilik o'yinchilar cheat qanday yaralgan, qayerdan olsa bo'ladi, ularni yutsa bo'ladimi degan savollarni o'zlariga ko'p berishadi. Shuning uchun bugun cheaterlar haqida o'rgatmoqchiman. Do'stlar, agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish knopkasini bosib qo'ying. Bu O'zbekistonda umuman qilinmagan noodatiy kontentlardan biri. Agarda shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing. White PUBG kanali har doimgidek xizmatingizda. Qanunda biz boshladik. YouTube kanalimizning aziz obunachilari, arab va turk akkauntlariga qiziqasizmi? Unda sizga noodatiy kanalni tavsiya qilamiz. Kanal juda ham qiziqarli kanal, dahshat top akkauntlar shu yerda. Endi bu kanal ham xizmatingizda. Ishonavering, kanalda zerikmaysiz. Kanal juda ham sifatli kanal. Kanal manzilini videoni ostidan topasiz. Qanunda ketdik. Cheat o'zi nima? Cheat bu tashqi razrabochkalar, ya'ni hakkerlar tomonidan yaratiladigan noqonuniy programma. 1985-yilga qaytamiz. Yaponiyalik dasturchi Kazuhisa Ashimoto tomonidan arkade o'yini uchun birinchi Konami cheat kodi yaratiladi. Endi u paytlarda o'yinlar jazor bo'lmagan. Cheatni asl ma'nosi mashinik aldash, ya'ni oddiy o'yinchiga qaraganda ustunlikka erishish degani. Hozirda barcha o'yinlarga cheat bor, shu qatordan PUBG ga ham. Cheatni hammasi bir xil, ularni bir-biridan umuman farqi yo'q. Faqat narxida farq bor. Qanchalik qimmat bo'lsa, shunchalik kam odam biladi. Bu degani ban berish ehtimoli shunchalik kam degani. Do'stlar, stop. Faqat men cheater o'ldirib ketsa, PUBG ni so'karmidim? Bu muhim emas. Mayli, javob berishing shart emas. Cheatlarning qatoriga speed hack, tez yurish, aim, headshot tegish ehtimolini ko'paytiradi. Skyjump, osmonga uchadigan cheat. Bularning hammasi bitta programmada bo'ladi. PUBG da Craft'ning razrabochkalari bo'lgandan beri cheaterlar kamayishni boshladi. Chunki ularga e'tibor kuchaytirishdi. Tencent Games esa umuman e'tibor bermasdi. Cheaterni birga bir yutsa bo'ladimi? Keling buni tekshirib ko'ramiz. First point. Birga birda amaliy jihatdan yutishni umuman iloji yo'q. 99.999% cheater yutadi. Sizda esa faqat 0.1% yutish ehtimolingiz bo'ladi. Bu ham ehtimol. Zo'ra. Do'stlar, keyingi eksperimentimiz 4/1 cheaterni yutsa bo'ladimi? Ha, endi biz ko'proqmiz va yutish ehtimolimiz ko'paydi. Nima deb o'ylaysiz? Yutish ehtimolimiz qanchaga ko'paydi? First point. Killing spree. Afsuski faqat bir nechta ochko oldik. Siz 4/1 ham foydasi yo'q, lekin ozgina bo'lsa ham cheaterni o'ldirish ehtimoli ko'paydi. Albatta 1/1 chiqqandan ko'ra 4/1 o'ldirish osonroq. Do'stlar, ana endi eng muhimi 8/1 cheaterni yutsa bo'ladimi? Tan oling, endi bu qiziq. Qanunda let's go. Team match, let's go. Bazasida turgan ekan manda. Uy, bu bitta sakrab o'ldirib ketyapti bizni. Reloading. Uch yurishini qaranglar. Ana ot. Biz ham kill qilar ekanmiz, ey. Bu yonimda. Qani, u qayerda u? Cover me. Pastda Watch out. yuribdi. Bo'ldi, yo'q qolish. Ana. Ot. Brat, men sizga yordamga ulgurmadim. Come on baby. Yomon qo'rqotdi. Yana. Otishni ko'rsanglar xuddi bitta o'qqa o'ldirganday. Zavik ko'tarayotgan paytingizda mashina bo'lib tushib qolsa-ya. Hello, motherfucker. 8/1 yutish tugul, hattoki ustimizdan kuldi. To'g'ri, biz 7 hissa undan ko'pmiz, lekin baribir ham foydasi bo'lmadi. Otila. Qani? Cover me. Expired. Va meni yana bitta savol qiynadi. Agarda cheater bilan cheater birga bir o'ynasa, nima bo'ladi? Team match, let's go.
Do'stlar, shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Oxirgacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki, noodatiy tuchmal videomiz sizga yoqdi. Agarda siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizni katta g'ayritabiiy oilamizga qo'shiling. Keyingi noodatiy videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Aslo afsuslanmaysiz va do'stlaringizga aytishni esdan chiqarmang.